mashqlarni gramini 1,5 millionga olasizmi? Aka oqtillarni 1 million 50 mingdan olib qotgan ekansiz. Men oldingizga kelurdim. Gapingizga teksa qolsin o'zi aka. Ya aka, конечно, 750 proba oqtillarni bugungi kunda 1 gramini 1 million 50 mingdan olamiz. Keyin aka, mayda toshlarni ham olib tashayotgan ekansiz. Bu yerda toshlar вообще mayda-yu aka. Necha gram minus qolsin bunga? Hazillashyapsizmi aka? Yo'q, nima hazillashaman? Buni toshlari brilliant-ku. Yo'q, aka, menga yetishmagandi lekin bunaqaligini. Aka, nima qilaman siz aldan buni toshlari brilliant aka? Bo'ldi aka, necha puldan olib qolasiz bo'lmasa? 1 million 50 ming deganmidam aka? Shunaqa deganingiz aka. Bo'ldi, 0 bilan 5 joyini almashtiramiz. 1,5 milliondan olaman. Yo'q aka, mashqlarni gramini 1,5 millionga olasizmi? Da aka. Bo'ldi aka, o'lchang bo'lmasa. Xo'p aka, 11.35 1 million 500 dan. 17 million 25 ming bo'ladi aka. 10 million 7 million 17 million hozir 25 ming beraman. Mana 17 million 25 ming. Bo'ldi aka, gapingizga teksa qotganingiz yaxshi ekan. Yaqinlarimga aytib qo'yaman, o'ziga kelurishadi. Agar sizlar ham shunaqa videoda aytganimdek narxda qimmat sotmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Gold Avenue Uz, to'g'ri tanlov.